Taqdir oldindan belgilab qo'yilgan va har qanday sa'y-harakat foydasiz, chunki barchasi oldindan belgilab qo'yilgan bo'lsa, gunoh ishlarni sodir qilib yashayversa bo'ladimi? Bu ham eski masalalardan biri hisoblanadi. Bir paytlar Qadariya degan toifalar chiqqan, undan keyin Mu'tazila degan toifalar chiqqan. Ularni ayrim iddaolari mana shu ma'nodagi gaplardan iborat bo'lgan. Demak, taqdir belgilab qo'yilgan degan gapga avvalo taqdir belgilab qo'yilganmi desa, ha, Alloh taolo har bir bandani taqdirini belgilab qo'ygan. Taqdir nima o'zi desa, biz shar'iy kitoblarimizda qazo va qadar deb aytilinadi. Qadar degani Alloh taoloni barcha yaralmishlarni ular yuzaga keladigan holatlarini belgilab qo'yish, ya'ni Alloh taoloning azaliy belgilab qo'yishi taqdir hisoblanadi. O'sha belgilab qo'yilgan narsani belgilagan vaqtda belgilaganidek qilib yuzaga chiqarishi qazo hisoblanadi. Demak, taqdir degani Alloh taoloning belgilab qo'yishi ma'nosi tushuniladi. Albatta, bir inson taqdirini o'zgartirishi mumkinmi? Yoki bo'lmasa taqdiring o'z qo'lingda degan gaplar ishlatiladi. Insonning taqdiri o'z qo'lida bo'ladimi deyilsa, ulamolarimiz aytadilarki, Alloh taoloning belgilab qo'ygan taqdirini hech kim almashtira olmaydi, o'zgartira olmaydi. Modomiki shundoq bo'ladigan bo'lsa, ana u gunoh ishlarni qilayotganlar aytayotgan gap to'g'ri emasmi? Ya'ni hozir savolda aytilganidek, hamma narsa belgilab qo'yilgan, albatta o'sha bo'ladi deyilsa, u to'g'ri gapni gapirmayaptimi desa, Alloh taoloning ilmi nuqtai nazaridan qaraladigan bo'lsa, Alloh taoloning taqdiri nuqtai nazaridan qaraladigan bo'lsa, to'g'ri gap. Faqatgina bu bandaning xato qilayotgan joyi senga zarar bermaydi xato qilsang ham degan joyi xato hisoblanadi. Nimaga? Chunki taqdirni belgilab qo'ygan Alloh taolo payg'ambarlar yuborib, kishiga aql berib, mana bu ish to'g'ri, mana bu ish xato, mana bu ishni qilgin, narga ishni qilmagin deb Alloh taolo buyruq va qaytariqlarni ham joriy qilgan. Agar mana shu qaytariqlar bo'lmaganida edi, buni aytayotgan gapi to'g'ri bo'lardi. Ya'ni payg'ambarlar kelib, inson o'zini aqli bilan anavi ishlarni xato ekanligini tushunayotgan bo'lsa, xato bo'lsa-da Alloh belgilab qo'ygan narsani o'zgartira olmayman-ku desa, haqiqatan o'zgartira olmaysiz Alloh belgilagan narsa. Ammo Allohning nima belgilab qo'ygani sizga noma'lum. Ertaga "Ya Alloh, sen belgilab qo'ygansan-ku" deyilsa, "Meni belgilab qo'ygan narsamni sen bilmas eding-ku" degan gapga banda javob bera olmay qoladi. Bu gap aslida bandalarni bir dangasaliklarini xaspo'shlash ma'nosidagi aytilayotgan gap hisoblanadi. Ya'ni hamma narsa taqdirda bo'ladi deyotgan odam nega dangasalik e'tiboridan taqdirda bo'ladi deyapti? Mumkinki masalan hamma narsa taqdirda bo'ladi deb namozlarni ko'proq o'qishga harakat qilsa, taqdirimda bo'ladi deb sadaqalarni ko'proq qilishga harakat qilsa, yoki qo'yinki boshqa bir astoydil uriniladigan, mehnat qiladigan ishlarni ko'proq qilib, taqdirimda shunaqa ekan demayapti. Demak, aslida bu ham taqdirda, u ham taqdirda. Shuning uchun kishilarni hamma narsa taqdirda bo'ladi degan gaplari haq, faqat taqdirning qanday belgilab qo'yilgani bandaga noma'lum. Banda esa qanday belgilab qo'yilganini topishga emas, balki shariat ko'rsatmalariga rioya qilib yashashga mas'ul. Shuning uchun ertaga qiyomat kunida bu banda javobgar bo'lib qoladi, agar taqdirga to'nkab o'zini oqlashga urinadigan bo'lsa. Agar taqdirga to'nkab o'zini oqlamasdan shu gapni aytayotgan bo'lsa, ya'ni hayotida bir ish sodir bo'ldi, bir ko'ngilsizlik, bir musibat sodir bo'ldi. Sodir bo'lgandan keyin "Ya Alloh, o'zing kechirgin, men xato qildim, nafsimning ko'yiga yurdim" deb uni orqasidan keyin "Nega shu ishni qilasan?" degan savolga "Taqdirimda bor ekan" desa, demak bu ham to'g'ri gapni gapirayotgan bo'ladi. Chunki bu odam taqdirga to'nkamayapti, balki mening aybim tufayli bo'ldi. Ammo endi bo'lib o'tgan ish haqiqatan ham mening aybim ham aslida taqdirdagi belgilab qo'yilgan narsalardan biri degan to'g'ri aqidani aytayotgan bo'ladi.